Assalamu alaykum. To'rdoshlar, yaxshimisizlar? Yaxshi turdinglarmi? Bugun azroq o'rtoqlashaylik. Menga bir qancha savollar kelgan. Bu savollarning ichida yig'ilib qolgan oldingi oylardagi savollar bor. Halbuki ben yaqindagi savollar bor. Men shunga javob bergach, qo'ymichilik, da'vodagi qo'ymichilik yoki qo'ymichilik haqida deganda azroq bir to'xtalay deb o'yladim. Ben şu 2018'den başlap sözlüğüyle başlayan bu jarayonda qo'ymichilikqa oid dangliq qo'ymichilikdan netchini to'rda misol qilib hal qilishning usullarini ko'rsatdim. Onundaki talay qo'ymichiliklarga oid uchur olsun, kishilarning izdishi olsun, shuni bilan mundaq qilib beqing, andaq qilib beqing deb unimi bo'ldi, shuni bilan pullarni elish berganmi bo'ldim. Bak rasvolarni to'rga chiqib turib misal qilib turib ko'rsatgan vaqtlarim bo'lgan. Endi ma yaqindan beri menga shu Shvetsiyadagi To'g'liq Hamid mushuni ishiga aralashsangiz bo'lmamdi, Zumrat Tursun. Ajab u bal to'g'li shu namoyish qilyotidi deb namoyish qilsin. Ota-onasi uchun qiladi. Lekin men qo'llayman u balni. O bala her qandaq gaplarni menga deb, bizning do'stlar bilan o'rtoqlashib, mush ishqa agarda mening hayotimda bir ish bo'lib qolsa, yoki mundaq bo'lib qolsa, kimni izlashni bilingada deb turib bizning do'stlarga jiq narsani havola qilib qo'ydi. Ammo texi menga siz ada mening kuchim tex yetmayotidi, shuning uchun siz aralashing amdi degan gapni qilmadi. Shuning uchun men hozircha jim turyapman. Ama bu işten xəbərim var. Başdan ayak, her qandaq ispat, her qandaq narsalardan xəbərimiz var dostlarınki. Biz to'g'liqni qo'llaymiz, ama biz qo'ltiqida yetmidik deb o'ylayman. Bu birinchi savolga bergan javobim. Ikkinchisi, Abduveli Bug'raxon bir ish qilib qo'ysa, siz mush ishga kirishamsiz deb. Men Abduveli Bug'raxonni faqat mush Abduveli Yasin ishida to'g'ri qildi, o'zligidan ovoz qo'shib, eliq sizlar biladigan cho'ng da'vogar, eliq tungdak qo'saqlari bor da'vogarlarning ishini tak cheksam, eshakning oq putidek javoblar chiqqandan keyin to'g'ri chiqib so'zlagan vaqtimda Abduveli Bug'ra o'z ovoz qo'shdi. Uningdan keyin bir kishini tunishtirib qo'ydi. Shu kundan boshlab shu turk kishi Levanbay efendim şu işte bo'vatıdı. Onunla yandışıp Uygur ballarımı kıvatıdı. Onunla hiç kadar pul, elim berim, hiç kadar kış yok. Eğer de Abduveli Bug'raxon, Abduveli Yasin temisida pul yığsa, yoki qandaq bir qo'ymichiliklarga doir bir ishlar bo'lsa, albatta aralashmayman. Endi aralashmayman. Abduveli Bug'ra mening bir dadam, akam, nimam bo'lishidan qat'iy nazar aralashmayman. Bunisi aniq gap. Bunun cevabım şu. Eğer de ispatımız olsa şu betim çıkın. O vaxt nimde paylaşmayma? Mina nimemdi. Bunu mu dep koydum? Yeni birisi. Bu danlık qo'ymichiliklarning ichidan o'ylab beqinglar. Eliqi konsulni aqqibatdim, munda keltirib etdim degan qo'ymichilik kelganda, voy isbotni chiqaring Zumrat xonim. Voy aqqilingga. Voy xalq bilib olsin degandi. Chiqirib qo'ygan to'q. Yolg'iz degidek bo'p ketdiq. Kaynidan degan bir qo'llug'uchi ballan degan tillab afson tillar bilan to'shtirib etdi. Lekin ko'ttiga qistirmay o'tirib, eliq Brüsseldagi yoshlar kengashi, yoshlar birmisi degan qatnashqanti mundaq şey etib usul o'ynab rasmga tushganlarmi mush to'rda bor. Olturdu. Xalq ko'rsin deganda ko'rib huzurlandi. Qarshilik kuchi yo'q. Yani bir nima chiqas yurakni berib eshakning qo'ngida qilib o'ltasa yuzini insonlar. Mushunlarning Uyg'urning ahvoli shu. Endi uninga kirsingiz. Mavu bo'z qandaq bo'lar? Qandaq bo'ladi? Oldi qarab mangamiz. To'g'liqniki kelgan chaqdimi deydi. Voy bu da'voning ichidagi palonchi. Siz bilasiz. Ama bu
Davaga ne urup saldıgan boldunuz, eğer aralışıp kalsınız. Toğluqni qo'llayotganingiz to'g'rida chiqib turdi. Aslida inkas yazsiz, qo'llaysiz, yurak bersiz. U Uyg'ur o, to'g'liq. U ota-onasining tufaylidan, ota-onasiga bo'lgan hissiyotini boshqadan qo'llanib turib, qo'ymichilik qildi. Aldamchilik qildi. Davoning ichidagi kim ekanligini bilaman. Aytib qilib qo'ygandim, meni qariga tiqib etibdi. Lekin to'g'liq o'zi men bir narsa qilib boqayada, nima qilishni bilaman, yurak bo'g'iningizga rahmat dedi. Yaqinda Shvetsiyaga beribmi keldim. Men undaq bir Uyg'urning o'yinini ko'rib, chavoqchab o'tmayman. Bir kunlarda mening bolalarimning o'yinini ko'rdi, odam chiqib qoladi-da. Shuning uchun cho'qim durust insonningki, isboti bor insonning ishiga har vaqt dastak bo'laman. Men qandaq bir davoning ichidagi mayli tutiya bo'lib ket, nima bo'lib ket, tuqqandochiligimga yo'q bu yerda ishlamam yo'q. Agar qandaq bir inson bo'lib ketishidan qat'iy nazar, biror ishni o'qib qolsam, cho'qim ega chiqaman. Unisi 100% u. Mayli Abduvali Bug'ra olsun, mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bu mening ochiq oshkora azaldan tutib kelayotgan pozitsiyam. Birinchidan tashkilotga kirmayman. Har qanday bo'sh yaqindim, voy bir tashkilot ochsaq bo'ldi. Voy mangina neresen men tas tushunmabsa dedim. Nima deb tashkilot ochaman? Men Uyg'urligimni unutilib qolganim yo'q. Her vaqt haq ustida turaman. Mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar, ovozni saqlab qo'yman. Sababi ba'zan odamlar tinib oladi. Men shu kimgimi to'g'liqmi men degandi, men ovozlarni hammasini saqlab qo'ygandim deb. Voy o'zi evatgan ovozni sana nima deb saqlab qo'ysang, albatta to'g'ri. Ni ovozlar bor ekan, ni shu zakaslar bor ekan, uni al, buni al deganlar. Davoni yag urvatmasak o'tirib, dava bilan ma shaxsiy ayrim narsa, o shaxs ayrim o. Qo'ymichilik qismi shavoq deganda chap oltasak. Torlarda o'yinni ko'rib oltasak. Voy, vatanni ozod qilish mayoq qapqason, ma vatanning sirtidikilarmi? Uyg'urning yanchig'i qilib ko'z tiklik. Ishlamaysizlar. Qahning yanchig'ida aninki qo'yib, mani qo'yib, yaqindimi menga biraylan mushu bir Turkiyadagi ma'lum birsiniki mushundaq bir jiq pul so'mmadiki qo'ymichilik botdi, bir to'rga chiqmayroq hal qilgan bo'lsak dedi. O'zingiz beshida ishni cheking, Zumrat Tursonga dedim, rasvolikni tanlamsa yoki chiroyli hal qilib bitishni tanlamsa deb so'rab beqing dedim. Kelar hafta men shu yerga mangama shunda qilay dedi. Uning oldidimi necha qo'ymichilik bor. Mushu Gollandiyadagi bir qo'ymichilikningki 500 yevro qolib qoldi hozir. Siqib berib. Yetning oldida berib etma deganda teqichi 500 yevro qolib qoldi hozir. O oilaningki hozir shu to'ptiraylar shu 500 yevroni berib etadi dedi. Ha ma'qul. Uni mi deb qo'ydim. Voy xalq bilsin. Xalq voy chechilib ketadi, ko'zi oqib ketadi. Voy, manda oqib ketadi, ezilib ketadi. Bizning qonunimiz yo'q deysa, bizning davlatimiz yo'q deysa, qanday qiladi hamsa ular zuvan chiqamay. Qanday qilish kerak aqasing dapaqa. O'yin ko'ramda aqasing o'xshashman. Voy Allah mundaq qilsin, Allah balayını versin, Allah mundaq qilsin. Allah sana hazır kelib yardım qılanmaydı, o dünyada hesabını berse. Allah ma qapaqni bergan bo'lgandikin ishlat deb, tirishqinimiz tirishbaqimiz. O'yin ko'rmaymiz. Mening atrofimdagi hech qanday do'stlarim o'yin ko'rmaydi. Ko'rib turishibsa, Aşlanım ayrım xanda oq qilib, onda qo'ytimiz. Voy kelmamsa desek jim. Voy chiqmamsa deb, bir kun menga birisi yozibdi. Chiqmamsiz ekronga amsa deb. Voy qani sen o'zing. Desam, bunda belgini ivatib qo'yibdi. Tova deyman, hey, ajoyib insonlar bor. O'yin degani ko'ryapsizlar. Qo'ymichilik degan jinoyat bu. Jinoyatga chapan yeb qotsa.
Günah ayıbı degan ayrım bir narsa, jinoyat degan ayrım bir narsa. Muş yaqindimi bir balniki qochoqnikiga menib qanda bo'ldi? Tutilib qap, hayot xavf ostida Xitoy qaytarilgan bo'ldi deb turib bir inimiz so'zladi. So'zlagan chaqdimi ashuningni nima tillab degan voy yuvat o'ti puti davatidi deydi. Hey, tova, o'ylab yiqinglar. Balaning o'rniga o'zingni qo'yib baq. Ash qaytarilib ketadigan balaning o'rniga. Aşı doxlarga uningga buningga ishlabdika. Nima deb aşı doxninkilar uyiga chiqmaydi aşı balaga ishlatadigan ishlatib bo'lib, savol qo'yib baqmamsa, cho'shqi o'g'anlar cho'shqi yeyishtirma qasing. Haram narsani yeb o'ginib ketganlarning misherlaridan og'zini gap chiqmaydigan bo'lib qoldi ekan, tova deyman men. Doq ishlatib turgan aşı balaning inglizchisini, kompyuter hamma nimasini ishlatib tur, kuchidan foydalanib tur. Nimaga iga chiqmaydimsa? Dünya Uyghur Kürtü iga chiqsin? Bir shaxslarga tashlab qo'ymay. Patmay qalsang ishtiningga patmay degan dunyoviy oqko'ytimiz, ko'kko'ytimiz deysan, haling shunchalik-ku. Uzundilaringning o'rniga chiqarib qo'ymamsa, ma balani qutqizayli deb Amerikaga akitsang-ku ishni mushukni hamisini. Ahvollaringlarni bak bilib qoldim ya bu balama. Bu mu bir mesele? Yaxshi o'ylab yiqinglar. Agarda cho'shqi bo'lmasinlar-chi, Allah saqlasin cho'shqining hayotini berishni, cho'shqining aqlini berib qo'yishni odamga. Tova deyman. Hozir dunyodagi Uyg'ur davosi qo'ymichilar bilan go'zal. Qo'ymichilik. Voy, davoni davoga ishlatib yetibdi. Hey! Qo'ymichilik ne dedim qo'yib ishlatibdi. Uyg'urni qo'yib ishlatamda davo. Dava geldi. Unda ayvini aşmayla dedi. Hey, bir parçasını aldırma vatandan bir parçasını. Putunu almap koyup, moten tiklap koyup, işçip, oturup sesi kosurup yatkan aş davama. Videolarım keldi o. Kördüm o. Aş davama yakasının ki. Seyyada oynavatkan tukkallarını, Haynanda'da oynavatkan tukkallarını, lagerda, türmede dep bunda kötürüştü, yüzün kızdırışmaydıken ey. Burun aldamçılık kısalma emdi olsun ey, ma vatangi berber senme kayıtanmaysa. Bir dürüst yolda menip durup muşur igi çıkaylı, vatangi igi çıkaylı, hiç bulmada kıyırındaşlar igi çıkaylı, ma yalgan guvaçılarını yığıştırıp rastlarını oturup sepleyli, değişmeyivatsa. Değişmeyivatsa. Şamal ötmeydiğince hiçbir tam yok. Meyli avazın, meyli videoların taraftan gelip muş toğluk çıkkandan yakıp tallay nes geldi. Zümrət Hanım mavu muştaktı. Biz hem oturdu diyemeyimiz. Ama biz mi davadı tan mandık. Lekin qandaq qilimiz hamdi sorundacılıqның meselesi varken dep tur bir mu cinayetlerini ivetip koyuptu. Onun rahmet ettim iş bulmadı üçün təmirligenlerge. Biz bir nesini Zümrət yalğız saklamaydı. Ben öyle saklamayım. Advokatımı bermen, dostlara tapşırıp etmem. Bir günlerde camba kazaba, bir günlerde bir iş olup kalgan çağda nereden nemi çıkıdığını optan bilip kalsılar şu vaxtıda. Vay palancının mafiyası var. Vay 2018'de yak davatsa o gep modun kaldı. Vay palancını öttürü yutip kalskanda kılsız. Pokuncunu öttürü yaskanda kılsız. Cihanda biz kanun bay yer turvatımız. Eyliki kaçakçılıkı diye. Kaçakçılıkını vay bunu aşkarlamaslık gerek. Palancını ekergen, pokuncunu ekergen de. Vay aşı palancını dep koysun itip itip dursa ki. Ben kakna Facebook'ununki bir sakçısı emez. İtip itip dep durup itip etkizgidgan. Öldürülüp, ölüp ketkenler var. Soğu tuncu kıpılık kaçak jarayanda. Aşı balığın bir tölen tillap jürüp, kanunga çıkıp dep jürüptür. Hadisiga pul hep verdim. Hadisi boldu. Hadi ölgenden kendini ketkil olmaydıken. Boldu muşununga ben razı dedi. Şunu olan o bab yipildi.
Hech qanday odamning ma'qullig'isiz bir narsa chiqarmayman, ham aralashmayman bu ishga. O'zing yaxshi ko'rgan odam ishtimni sevitamdi, haqni qo'yib etamdi, haqni solab beramdi. Hech qanday gap yo'q. Men Uyg'urni o'ynatmayman. Mushu Yevropaga kelib turib, cho'ng so'zlaydigan hali qanday ko'tlar bor. Voy, mundoq qilib. Ey, qochoqchilik qilish mas'uliyat degan narsa bor. Qilgan bo'lsin, mana mas'uliyatini ado qilsin. İgi chiqsin anaqa. Sen o'zing kelgan bilan ayada turmada yotyapsa. İnsan bo'lgandek ozroq bir qalbinglarda bizlarni bir insonlik bir narsalar qolmagan holatda qo'ysinglar da'vo qilsizlar, qo'ysinglar vatanni qutqizsizlar. Bir yeringni dedim men. 5 vaqt emas 100 vaqt yusangmi bir kirlarim qapqagan o'xshaydi dedim ba'zilarininki. Jinoyatni tıxi, jinoyatga chapon yapadigan gap. Ma gunoh, ya'ni bir maqul jinoyatga tıxi. Qo'ymichilik degan jinoyat. Uyg'urning davosini aldash, o bu deganlarni qo'ymayaq qarab qolaylik shaxs arab ketayotgan odamlarni. Mush kichik qizlarni 4 xotin, 5 xotinlik birisininki so'zini berib, yana birisini chiqib xotin qilayotgan gap. Mushundaq rasvochiliklar, ayollarning pulini xashlab olgan, qisqa nikoh bo'lib, o'sha ayolning pulini xashlab olib, anandaki yo'lga sap qo'ygan. Mush pulni ola olmayotdik deydi. O'tirib chiqing xenim. Mening Facebookum yeydigan, ichadiganni ko'rmaysizlar, yeydigan, ichadiganni chiqarmayman. O Uyg'urning Facebooki mening Facebookum. Men deb qo'ydim. Agarda sizning dardingiz olsa videoni ishlang. Men chiqarman. Desam ma'qul deb. Bir dumba yeb ketgan bir ishga aralashdim a vaqtida. Voy Facebook'tan bizga ega chiqdingiz, voy anda rahmat, bunda rahmat, bana jüvetsiniz oldu da. Yo'q. Tayoq yegani butun dunyoga e'lon chiqarding. Men nima deb jüvetiman dedim. İtib qo'yib turdim. Lekin YouTube'dagini men boshqarmayman. İzzeting bilan yaxshi bo'lib qolatding. Ering sendan Apple sortib, dadang degan sarangni Apple sortib, ajrashmasang Apple sortib, izzeting bilan uy tutatding. Lekin uni saqlab ta'xir qilamagandan keyin ishingni qil dedim, dadingni aytqich olma dedim. Yana bir oilaga aralashdim. Umi bir qo'ymichilik vaqasi. O qo'ymichilik haq qo'yilib ketib, kash xotin dumbalab o'ynab qilgandan keyin ayoli izlab ajrashqim bor, lekin ma erim bekadini eshib ketmam, ushaq balani qanday qilaman, bir gap qilish baqqan bo'lsa deb gap qilishdim. Hech kim meni tayoq mushtaq to'g'riliq gapib baxmagan, hargiz meni to'g'ri chiqamizlar, men mishasini qasam ichib berma, Qur'on tutib turib ikkinchi qo'limni ko'taradigan bo'lsam, o'sha vaqtda chiqarasizlar dedi. Ma'qul video olib qo'ydim, paranglashib. Tesh, ayolimi deydi, aynak qarab bilgili bo'ldiki, adam, men ikkinchi bunday qilmayman deb shunda yaxshi bir boshqacha bir odam bo'lib qoldi deydi. Bundaqmi qo'g'dan qilib bo'ladi? Her xil qo'g'dinish usullari bor. Gap o'zingni odam hisoblasang. Men o'zim odamdim, meni cho'qim hurmatlash kerak desang, o'zingning izzatini saqlaysa, durust mangsa, qo'g'dinish yo'lingni izlaysa, millatni mushundaq chap o'ynab olsa da'vo. Shvetsiyadan palonchi tashkilotlar bor ekan-ku, o'yinni ko'rib o'ltirishyapsa, nomus qilishma, yuzingni daptaq qilib, siz parlamentning oldiga erkak kirguncha deb to'kilib ketadigan yerga birisi ota-onam deb chiqyotdi. Qo'yilib ketdim men deb chiqyotdi. Orlashadigan kunim oldig'ida tixi. Hammangning yuzini ovozing bilan qo'shib yo'llab to'g'ri chiqaraman ha. Agar nomusni bilsang, yig'ishtirib, tang igi chiqib ma ishqa aning destek bo'lsa to'g'liqqa. Oynab oltamaysa, uyun görüp, nereden çıkar ki, qanday olar ki deyishib qo'yib o'ltirib. O'zingdan tang chiqib qolmasin. Qo'ymichilikchi bu zanjirsimon bo'ladi ekan. Manikini biladi ekan, ananikini biladi ekan, shuning uchun deyishmaydi ekan.
Tıxmana bir neçesi, "Mening ovozim bormi-ki?" deb ivat qo'yibdi. "Kimda?" desam, "To'g'liqda" deydi. "Ne bo'lgandi? O'zidan so'ramamsiz" dedim. Talay tökülüp ketdi işi, to'shib ketgan, qo'yilgan. Hem mushu 20 ming dollardan qo'yilganlari borki, ota-onangni men paloyatni açık berma degan mush da'voning ichidagi ninochilarimiz bor ekan, ha? Ota-onangni lagerdan açık berma, turmadan açık berman deb turib qilgan. Ninochilar bor ekan. Video ishlasizlar, o'tirg'i chiqsizlar, men anadagi chiqiray Facebook'a dedim. Silip bulsan eğer men yo'qtursam, ögütüp koydum qandaq qilishni. Ana, to'liqni o'lga elib chiqinglar. Anadagi bir yerdan chiqidi dedim. Oyun ko'rib, gazı chiqib o'tirib kechdi. Voy, so'zlamaydigan bo'lib qoldi xotin. Chiqibdim turma kirgitdimi debdi birisi. Ovozni yat qo'yib kulgim ketdi. Qo'ymichilikni haq qilsa, Uyg'urni qo'ysa, solasa, sen kirketmeynim deb men kirkitime. Kim kimni akırdı görmez. Ağzını çotturup atmammış ya da. Muşunda mesele. Eğer de uykunlarını açsanlar, Uygur degan isimga azroq olsun 100 kelaydigan ish bo'lsa, tirishadigan gap. Boshqa ish qilamizsan, tuproq deyamizsan, ash Uyg'urni qo'yayotgan, solab berayotgan, qizlarni solab berayotgan, mush Yevropadan tan sotadigan, o'rinlashtirgan ne jelava? Nimishga yaqmaysa ishlarga chiqib, musulmonlarchilik aslida Uyg'urni solab berish musulmonlarchilik ulamda. İzlashtirib baqsang, bilib turib, "Oy, isbot yo'qdi, undaq yo'qdi." To'g'ri chiqib baqa. Chet elliklarni sarang emas, men Uyg'urlarinki deb turib ivatib qo'ydi menga. Biz haqni shanxo qilib, voy ism jidili opaytimidek uzun bir bilan yezib degan jidal o'ynab ketdi. Yeningda xoin o'tdasa, Xitoyning quchig'ida o'tdagan xoinlar, Xitoy bilan tang qivasa tatayning bolalari yugurib yursa, Xitoy xotini vala qopib ma olimdi. Voy Xitoy eri vala ma bir diktordi yaxshi so'zlaydi. Hey, ko'ngling nimani ko'taradi? Ko'ngling hammani ko'tarib, ey oshqozonimni deb chiqirib qo'yibdi bir tordishim. Zulxumar chiqirib qo'yibdi bir o'zbek kishining so'zini. Oshqozonchilik aql yo'q. Oshqozon to'g'ri kelmas yondirib yetidi. Lekin kalladikisi unchalik emas. Kallaning qanchalikligini bilgili bo'ldi deb. O'ylab baq, o'zingning dashqal bo'lib ketgan kallalaringni sorundan neri kelamay sorunga bog'liqlik ash xoinmi nima desa shuni qilib o'tirayotgan. Bir odam xuddilik da'voning beshirga onanglar ovozini tenib olsalar, men emas deganga o'xshash. Chiroyingdan tenib olamazsa, videolaringdan tenib olamazsa, ovozingni tekshirib ba'zi bo'ladi emasmi? Makimning ovozi deb o'zing ivatgan ovozdan, o'zingning zakazlaringdan, o'zingning og'allaringdan da'vo qilamiz deb turib, oqsatqanlardan ap ketgan pullaringlar, ey Alloh xudoya. Chiqlarnikiga yoshda ba'zan bir tizimliklarni ivatib qo'ydi. Palanchayning po'kinchi kuni menda manda bir pul olgandi, manda bo'lgandi. Mana asla shu. Agarda Yevropaga ketib ketsak, agarda boshqa davlatlarga ketib qolsak, anandiki siz mush narsani siz bilan tang chiqib so'zlasak dedi. Albatta bo'ladi. Albatta bo'ladi. O'ylab beqinglar, hammanglar o'xshash inson. Muşaylik bir nima məlisi deganlardim asli egisi. Asli aşı pulning egisi meyaga kep qolgandi, mushuni qo'ldirib yuriydi. Mening bir aralashsangiz bo'ldi. O'zingiz chiqing, men aralashay. Sizga menga bergan eg'izni bergan. Shuning uchun siz chiqing, men aralashay, men desteklay. Har qanday qadamni o'zing chiq, men desteklayman. Xuddi 2019'daki qo'ymichilik vaqasiga egisi chiqdi ku. Yögenge alattım, yögenge alatı çıktı. Pulning egisi shu ayol bo'lgandiki chiqdi ku. Chiqila oladi mı? Voy Zumrat degan anda sol Twitterimiz, manda satib to'rlarga chiqirib qo'ygan
Qani birisi işgimni çekmedi ha? Men bir saxlap baqatdım, voy canım. Meniki ko'tarib baratdım. Bir anlatadigan xalqaraviy anlatadigan fursat kepti. Men boshqa tilda bir eg'iz so'zlab baqmadim shu to'rda. Sababi çağımızı çıtkı yaymay, çetellik uqtirib yurgicha deb turib demaganman. Hozir qadar. Osh kun kelganda chetelchi jibo qilaman shu vaqtida. Xitoycha bildigan xitoycha, boshqa til bildigan boshqa tilcha, obdan jibo qilib berman shu vaqtida. Xalqaraviy saqlab o'ltirdim, hech kim chekmadi. Külgülerim şundak keladi. Aş WhatsApp topları sözlep ketken ağzını eqitib ey. Aş hayingimi, xumsılıqımı, qo'ymachiliqimi chapan yapadigan eyliqi shaqiqilarga xudoya to'g'ri kalning rast pishmagan yere qolsin ey. Nomusdan bilishmaydigan haq. Mana javobimni berib oldum. Mayli kim qo'ymachilik qilsa, avliyosan bo'lib ketsanmi, isbotingdan chiqsang shu kuni chiqib ochma. Har qandig'ingni. Men ba'zan narsalarda shu ishning egisini saqlab turyapman. Egisining buyrug'ini. Zumratda sal turmay o'zim ishonchim bag'asir eshib ketyapti deb to'g'liq ashlar dedi. O'zim ishonchim bek bada. Men bir mushuning natijasini qolay, men huzurlanyapman ota-onam uchun bir kurash qilib olay. Muncha yil beqibdiki ota-onam men bir kurash qilib olay dedi. Bo'ladi dedim. Do'stlarning hammasidan xabari bor. Agar rasvo bo'lish yo'lini tanlasang, uni ko'rding. Rasvo bo'lmay desang, chiroyliqcha hal qilasan, insonning bolasi bo'lsan, bolaringning yuzini qilsang, qog'inni o'zingga topshirdim. Ulug' qarindoshlarım so'rgan savollarning ba'zilariga javob berdim, ba'zilariga bakla abjash o'kitdik. Shuning uchun qo'ymachilik, qochoqchilik, buzuqchilik mushundaqqa doir o'zingni qo'g'dashni bilsang, men tam qo'g'dish berman. Qo'g'dashni bilmasang, ko'rimiz. Rahmat sizlarga qarindoshlarim.